2026 yilgi Volkswagen Polo sedan yangi avlod nemis sifatini, zamonaviy texnologiyani va iqtisodiylikni o'zida mujassam etgan model sifatida jahon bozoriga taqdim etildi. Volkswagen kompaniyasi ushbu modelni yaratishda asosan budjet segmentida raqobat qiluvchi mashinalarga kuchli javob qaytarishni maqsad qilgan. Ayniqsa Yevropa, Osiyo, Hindiston, Pokiston, Braziliya va neft bozorlarida Polo sedan doimo ishonchli, mustahkam va tejamkor avtomobil sifatida tanilgan. 2026 yilda esa model butunlay qayta ishlanib, tashqi ko'rinish, ichki makon, texnologiya va xavfsizlik bo'yicha sezilarli darajada yangilandi. Yangi Polo sedan endi yanada kattaroq, yanada qulayroq va zamonaviyroq bo'ldi. Volkswagen bir necha yillar davomida sedan segmentida izchil muvaffaqiyatlarga erishgan. Jetta, Passat va Arteon kabi modellardan ilhomlangan holda 2026 Polo sedan ham o'zining kichik sinfdagi o'rnini yanada mustahkamlashga intiladi. Dizaynda brendning Line va X seriyasidan ilhomlangan keskin chiziqlar, LED yoritgichlar va aerodinamik shakllar mavjud. Avtomobilning old qismida keng radiator panjarasi, yupqa LED faralari va sportcha bamperlar mavjud bo'lib, mashina yanada jozibador va zamonaviy ko'rinish beradi. Yon qismda esa tik va aniqligi bilan ko'zga tashlanadigan chiziqlar kuzovga qattiqlik beradi. Orqa tomondagi LED chiroqlar esa Polo sedanni o'z sinfidagi eng zamonaviy modellardan biriga aylantiradi. 2026 Polo sedan o'lchamlari avvalgi avlodlarga nisbatan sezilarli darajada kattalashgan. Uning uzunligi taxminan 4510 mm, kengligi 1750 mm, balandligi 1480 mm va gildirak bazasi 2650 mm bo'lishi kutilmoqda. Bu esa salonning kengligi, orqa o'rindiqlarda oyoq uchun joy va yukxona hajmini oshiradi. Volkswagen kompaniyasi har doim ergonomika va qulaylikka e'tibor qaratadi. Shu sabab 2026 Polo sedan ichki makoni avvalgi modellarga qaraganda sezilarli darajada zamonaviy bo'lgan. Yangi multimedia tizimi, raqamli panel, yumshoq materialli, kengaytirilgan o'tirish zonasi va 2026 Polo sedanning dvigatel variantlari ham iqtisodiylik va quvvat uyg'unligi asosida tanlangan. Bozorlarga qarab 1.6, 1.2 va 1.5 dvigatellari taklif qilinadi. 1.6 dvigatel taxminan 110 ot kuchiga ega bo'lsa, 1.5 versiyasi 150 ot kuchiga ega bo'lishi mumkin. Barcha dvigatellar tejamkor, ekologik standartlarga mos keladi va turbo quvvatli bo'lgani uchun yuqori dinamika beradi. Transmissiya sifatida 6 pogonali mexanik, 6 pogonali avtomat yoki 7 pogonali disk robot uzatma mavjud bo'ladi. Yoqilgi sarfi esa sinfdagi eng tejamkorlardan biri bo'lishi kutilmoqda. 1.6 uchun 5.6, 5.5 litr 100 km, 1.5 uchun esa 6.6, 6.5 litr 100 km atrofida. Volkswagenning mashhur Eto tizimi esa iqtisodiy haydashni ta'minlaydi. Start-stop funksiyasi yoqilgi sarfini yanada kamaytiradi. Yangi Polo sedanning yurish sifati sinfidagi eng yaxshi darajalardan biri bo'lishi shubhasiz. Volkswagenning muvozanatli osma tizimi yo'lning har qanday holatida yumshoq yurishini ta'minlaydi. Past shovqin darajasi, kuchli shassi va optimal boshqaruv tizimi haydashni yanada zavqli qiladi. Mashina yuqori tezlikda ham barqaror yuradi va aylanma yo'llarda haydovchini ishonch bilan boshqarishga imkon beradi. 2026 yilgi Polo sedanning yukxonasi taxminan 520 litrdan oshadi. Bu esa uning sinfidagi eng katta ko'rsatkichlardan biridir. Oila uchun, sayohatlar uchun yoki biznes foydalanish uchun juda qulay. Orqa o'rindiqlar bukilishi orqali yukxonani yanada kengaytirish imkoniyati mavjud. Shuningdek, yukxonada qo'shimcha yashirin bo'limlar, yorug'lik tizimi va zaxira gildirak joyi sifatli tartibda joylashgan. Volkswagen yangi Polo sedanni jahonning turli bozorlarida 3 xil komplektatsiyada taqdim etishi kutilmoqda. Trendline, Comfortline va Highline yoki Line Sport versiyasi. Har bir komplektatsiya o'ziga xos opsiyalar bilan farqlanadi. Trendline bazaviy modeli ham zamonaviy LED faralar, ABS, ESP, 2 ta airbag va 6 pogonali uzatma bilan ta'minlanadi. Comfortline versiyasi esa yanada ko'p.